Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyati O'ztepa tumani Shahartepa qishlog'idan Aminam Jo'rab xotin muxbirlari. Hozir biz bugun sizlarga yoritadigan videomiz ko'rasizlar va bu qilayotgan ishimiz bugungi mahallamizning nuroniy onaxonlarini jamlagan holatda shu bahor bayrami bilan tabriklab, bularni ozgina ko'nglini olish maqsadida onalarga ehtirom ko'rsatish konsertini tashkilladik. Bu hozir mana Shahartepa tumanida 20-bog'chada tashkillaganimizning sababi bu onaxonlarimizni yoshi ulug' 80ga 90ga kirgan onaxonlarimizni nevara-chevaralari Xudo xolasa qanday joyda tarbiya olayotganlarini o'zlari guvohi bo'ladi degan maqsadda bu ishlarni amalga oshirdik. Mahalla idorasi yetkiligi tomonidan bu ishlar amalga oshirildi. Xudo xolasa kuzatishda davom etasizlar. Biz sizlarga bu yerda bo'layotgan tumanni chiroyli qilib yoritib ko'rsatamiz. Kuzatishda davom eting. Hurmatli onaxonlar, mahalladoshlar, hammalari xush kelibsizlar. Bugungi tadbirimizning asosiy maqsadi bitta ulug' insonlarimiz turibdi. Shularga bir e'tibor, shularni bir kayfiyatni ko'tarish maqsadida yig'ilganmiz. Shuning uchun bitta bir yig'ilishga kelganda emas, bir dam olganlik kelganda o'zlaring xotirjam o'tirishlarni so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha bugun sizlarning xizmatlaringdamiz. Mana bugun meni yonimda bevosita xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosarim Komil opa, mana Bahodir akam yaxshi tanishlar, jamoatchilik nazoratchimiz, mana Otinoyimiz, mana shular ishtirokida bu tashkillandi. Maqsadimiz shu hammalaringni kirib kelgan Navro'z bayrami bilan, mana o'tib ketgan bo'lsa ham Hayit bayrami bilan bir ko'ngillaringga bir iliqlik olib kelish maqsadida shuni tashkilladik. Avvalambor xush kelibsizlar. Tadbirni ochiq deb e'lon qilamiz. Bag'iga endi xursandchilik bilan o'tkazaylik. Sog' bo'linglar. Hozir mahallamizda nuroniylar mana bog'chamizni huzurlari mana shu yerda o'rtamizda tashabbusga ko'rib o'tishlarni tabriklar solsin. Bog'chada hozirgi onaxonlar bilan uchrashuvimizni yoritamiz, ko'rib olasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tushimisilar? Rasm qilib berasizlar, men chaqtirib Ozona Mahallamizga ulug'lar sizlarga duo qilasizlar endi. Qani? Bir duo qiling. Ilohim va Robbil alamin hayotimizni shu tadbirlarni boshlaganlarni ham Allohim niyatiga Alloh o'zing yetkazgan. Ulama bizdan ijobat Alloh o'zingdan. Yurt olam tinch bo'lsin. Podsholarimiz odil bo'lsin, boylarimiz saxiy bo'lsin. Shu ishni boshlab qilayotganlarni barchasini niyatiga Alloh o'zing yetkazgan. Shu mahallaga oqsoqol bo'lib saylangan shu Isroiljon bolamni ham omadini bergan, yuragida nima maqsadi bo'lsa maqsadiga yetkazgan. Mahallalarimiz tinch bo'lsin, yomonlarni kasridan Allohim hamisha ham rozi o'zing panohingda asragin. Uzoq yurtlarda yurgan, bola chaqa boqaman deb ketgan bolalarimizni ham o'zingga omonat, omonatingga xiyonat qilmagin, o'zing panohingda saqlagin. Shetdagi bolalarni ham yigitlarni omadini bergin, kasb-korlariga barakotini bergin, qizlarimizni mastura qilgin, odobli, axloqli qilgin. Kelin podsholarga ham kuch-quvvat bergin, qaynotani xizmatini qilishda charchashmasin. Yangi bo'layotgan qaynonalarni ham yuraklarini keng qilgin, nevaralarga yuraklari tor bo'lmasin, kelinlarni aytganini qilib, xizmatini qilib, tanijonlari sog' bo'lib yurishni Alloh o'zing nasib aylagin. Xush kelibsizlar. Tanijonlar sog' bo'lsin. Mana sizlar ko'rib
Raqsga taklif qilamiz. Turinglar bolajonlar. Maza qilib o'ynab olinglar. Marhamat. Bolalar içmiyordu Bolalar, sizlar o'yinga turinglar. Bunchalar turinglar,
Ahay ahay ayızım, şekerden hafızım, başkaları dinlemedim, hoşrayman bizim. Ayızım, şekerden hafızım, başkaları dinlemedim, hoşrayman bizim. Hoşrayman bizim. Dunyoga chiqishib jahon bayrog'ini ko'targanda mana shu yerda turib aytamiz, bu yigit Shahartepada tug'ilgan, Shahartepada bog'chada tarbiyalangan va Shahartepada maktabda o'qigan o'quvchimiz. Bu palonchini o'g'li. Mana badiiy gimnastika bo'yicha yo kurash bo'yicha yo erkin kurash bo'yicha respublikada yuqori o'rinlarga o'tib, hattoki dunyoda O'zbekiston bayrog'ini ko'taruvchi yigitlarni tomosha qilyapsizlar. Ha bo'laganlar, kelajakda sizlarda dunyo yuzini ko'rishlaringizni tilakdoshiman. Onalari doimo duoda sizlarda. Yigitlar bardam bo'linglar. Pastga choptiramiz, endi onaxonlar bilan mashqlarni kuzatib boramiz. Dunyoda O'zbekistonda sharafini muxoliflarga ko'taruvchi, O'zbekiston bayrog'ini hilpiratuvchi yigitlarni namoyon bo'lyapti. Albatta ko'z o'ngingizda onaxonlar bularni ulg'ayishini sizlar bilan birgalikda tomosha qilaylik, shularni hayotini birgalikda kuzatib boraylik. Bolalar hamisha omad yor bo'lsin sizlarga. Hozir men sizlarning e'tiborlaringga mana shu tayyorlov guruhidagi jajji qizaloqlarimiz Balli qizlar ko'rik konkursini o'tkazgan edik. Qisqartirib, hozir o'zlarini tanishtirishadi, keyin tutgan somsalarini bir ko'rasizlar, qizlarjonlarimizni. Baholarini berasizlar. E'tiborlaringizga rahmat. Xudo xolasa nuroniy onaxonlarimizga sovg'alarimiz ham bor. Assalomdan boshlaydi va shirin tabassum ezgulikda boshlaydi. Bellashuvda bevog'lab chegaraga assalom, musobaqasilari birgalariga assalom. Yaqin zamondan Farg'ona tomondan muslima qiz bo'laman. Katta bo'lsam albatta bog'cha opa bo'laman. Bog'cha opa singari ustoz. Assalom mehri buloq vatandoshlarim. Assalom bilimga chanqoq tengdoshlarim. Sizlarga ta'zimda shirin so'zli Imonaxon. Bog'cha opam mehridan nurga to'ldi qalbim. Onam Shahnozaxon suyangan bog'im. Eru otam Umidbek suyangan tog'im. Mana aziz do'stlarim, tugamoqda so'zlaring boshida aytgan edim sizlarga. Ko'ring, tomosha qiling, hamisha sog' omon bo'ling. So'zimning boshidan salom, assalom.
Sadatxon nomidan salom. 20-chi bog'chaning erkatoy qizalog'i, eng chaqqon jajji malikasi bo'laman. Bugungi bellashuvga tayyorman. Birinchi o'rin olib, g'oliba qiz bo'lmoqchiman. Katta bo'lsam, albatta shifokor bo'laman. Xalqimga xizmat qilib, duolar olmoqchiman. Tanishtirsam o'zimni, ikki shahar ko'zimni, ulfat dadajonim erkasi, oyijonim erkasi, ulfat oydir ismimga mahtur ismim. Erta tongda turaman, bog'chadaman, shoshaman, bog'chada kutib olarsin so'zli bog'cha opam. Guruhimiz malikasi, bittadir yagonasi. Bog'chada o'rgandim o'qish, yozish, raqsni. Katta bo'lsam albatta shifokor bo'lmoqchiman. Viruslarni davolab, zo'r doktor bo'lmoqchiman. Assalomdan boshlayman. Eng avvalo so'zimni Farangizxondir ismimga mosdir jismim. Oilamizning erkatoyi, dadajonim kenjatoy. Bellashuvga keldim men, tengdoshlarim qatori. Nasib qilsa albatta g'oliba qiz bo'laman. Kelajakda orzuyim dizayner bo'lmoqchiman. O'quv markazi nomini Farangiz qo'ymoqchiman. Marhamat. Birinchi sovg'ani biz o'z-o'zidan Zaynab xolani taqdirlaymiz. Marhamat, qarsiga chop turinglar. Ulug' onaxonimiz. Osiyat xola, sovg'alar qutlug' bo'lsin. Mayram xolamga beringlar sovg'alarni. Mayram xolamga beringlar. Mava xolamga beringlar sovg'alarni. Sovg'alaring qutlug' bo'lsin. Shu mahallada yashab, o'zlarining chiroyli mehnatlari bilan yurt farzandlarini tarbiyalagan aziz ustozlardan Sharifa mahbubalarga sovg'alar muborak bo'lsin. Mahbubamga sovg'alar muborak bo'lsin. Sharifa bilan aziz ustozlar, shu kunda faoliyat olib borayotgan 20-chi bog'chani aktiv xodimlari Nargizaxon bilan Robiyaxon taqdirlanishadi. Marhamat, mukofotlar qutlug' bo'lsin. Qilgan mehnatlaring hamisha ziyoda bo'lsin. Bundan-da chiroyli mehnatlar qilib, yurtimiz kelajagiga ajoyib munosib hissalar qo'shinglar. Yana shu o'rinda ajoyib chiroyli farzandlar tarbiyalagan, hozirgi kunda farzandlari jamiyatga munosib xizmat ko'rsatgan Boltaboy va Manzura opani taqdirlaymiz. Yig'itlari hamisha yurt ardog'ida bo'lsin, o'zlari bundan-da ziyoda bo'lsinlar. Hammalaringga muborak bo'lsin, hammalaringga muboraklar bo'lsin. Biz endi hozirgi kunda ajoyib kunda chiroyli faoliyatini olib borayotgan sportsmen qizimiz Jo'rayeva Sohibaxon taqdirlanadi. Marhamat. Jo'rayeva Sohibaxon taqdirlanadi. Ajoyib sportchilarda faol qatnashayotgan, yurt kelajagini yurtlarga ko'tarayotgan shahar tepaqizi. Albatta bu qiziq kelajakda O'zbekiston bayrog'ini jahon arenalarida ko'tarishni tilakdoshimiz. Doim baxtli bo'lsinlar. Yana bir bor barchalaringizni bugungi ayyom bilan tabriklagan holda hammalaringizga ommaviy raqsga chorlaymiz. Va shu bilan birgalikda mana shu bog'chani
qurilishdan tortib hozirgi faoliyatigacha ajoyib ishlarda amalga oshirayotgan Navro'z tadbiri munosabati bilan ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlarga ta'lim berib, ularni har tomonlama yetuk va bilimli bo'lib shakllanishda voyaga yetishga, mas'uliyatli ishlarda o'zini beminnat hissasini qo'shayotgan, yurtimiz ravnaqi, ilm va rivojiga munosib xizmat qilayotganligi uchun Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan 20 maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimi To'lqinova Ma'muraxon mana shu bog'cha nomidan taqdirlanadi. Xuddi shuningdek Abdullayeva Maftunaxon taqdirlanadilar. Yana shunday Tozalik farishtasi Madaniya Muxlisaxon taqdirlanadilar. Muxlisaxon, yana bir bor ishlaringizga rivoj tilaymiz. Doim shu bog'chani osoyishtalik, tozaligi uchun jon kuydiryapsiz ekan. Bundan-da yuksak cho'qqilarda egallishingizni tilakdoshiman. Sog' bo'ling. Yana bir bor hammalaringizga oz bo'lsa-da bergan sovg'alarimiz qutlug' bo'lsin.